Assalomu alaykum hurmatli Instagram obunachilarim. Mana Qo'yliq massivga uchastkaga kelganmiz ko'rishga. Mana bu katta ko'chadan kirib kelishi va mana bu uchastkamiz. Endi mana ketdi. Mana bu kirish eshigi. Mana bu uchastkaning kirish yo'lagi yangi remont bo'lgan pakaj bunaqasiga. Kiraverish zali. Kirishda chap qo'lda bitta xonasi. Mana bu kuxnyasi. Kirishda keyingi xonasi bu. Qancha kirishda mana bu bitta xonasi. Keyin spalnisi. Bu spalni xonamiz. Bundan keyin mana bu bor. Bunday ekan. Kuxnyas, короче, shunaqa vaziyatda. Remontlari tayyor. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsiz, mana shu uchastkani agar arendaga qo'ysa, 1000 deyapti. 800-900 dollar gaplashaveramiz arendatorimizga joyi yaxshi. Agar sotib oladiganlar bo'lsa, 140 ming.